Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Proton V9 modelimiz juda zo'r demasam, lekin yaxshigina tuning qilishibdi. Mana zavodskiy diskalarni tashab, balonlarni tashab, ularga mosini qo'shibdi. Bu taraf klavish bo'ladi, klavishni sportivniy tortishibdi. Lekin balon ancha zo'r. Ko'rdingizmi? Mana bu esa oq rangda. Mana bu o'zini chodiri. Mana bu taraf sportivniy boshdan tortganda mana chodiri alohida. Mana bu yerdan chiqib, zinasi ham bor даже. Chiqib chodirga bemalol solib, chodir bunday ochiladi, polni. Bemalol tog'da bag'rida oila bilan yuradigan mashina bo'pti. Buni hali tonirovkalarni qilib tortasizlar. Lekin oldilarga e'tibor beringlar. Bilmadim, lekin biz klass ishlashdi, zo'r ishlashdi. No, masalan menga yoqdi. Kommentariyada javoblarni qoldiringlar. Qalay? Yaxshimi? Narxi kommentariyada birinchi kommentga yozib qo'ygan bo'laman. Sog'liklar, salomatliklar. Bu va boshqa turdagi texnikalarimiz ham bor. Bitta bu pikapimiz G7 modelimiz. Benzinli, u solyarkali edi. Bu va boshqa texnikalarimiz bor. Kelinglar avtosalonga. Sog'liklar, salomatliklar.